Azizlar, faqat bu videoda o'tkazib olmay turinglar. Ha, juda ham yaxshi lokatsiyada uy olaman deyotganlarga 20% qolgan ko'rib turganinglarda bitta oqartirsa bo'ldi. Uyim bo'lsa shunaqa bo'lsin-da, bir ko'zolarga o'xshab mazza qilib yashaysan. Robotxonasi bor azizlar, ko'ryapsizlar. Yerto'lalari juda ham mustahkam ekan. Biz hozir sizlarga 8 xona, 9 xona deb qo'yapmiz-ku. Podvali juda ham katta. Uni bo'lib olsanglar bir 15 xona bo'lyapti azizlar, ko'ryapsizlar. Azizlar, qaranglar, uyimizni ichki qismini sizlar bilan ko'rishda davom etamiz. Robotdan mana kalitkasidan bunday kirganinglarda azizlar, qaranglar. 10 tomonida nima qilsanglar ham qila olasizlar. Bu yerda to'y kunlarda menimcha bir o'choq qo'yasizlar. Mahalla juda ham zo'r azizlar. Maza qilib reklama qilaman bunaqa chiroyli uylarda. Assalomu alaykum. 8000 so'm aka. Bor TikTokda nomerlarimiz. Xo'p. Reklama xizmatlari qancha deb qo'shlari so'rayapti azizlar. Hamma kommunikatsiya bor ekan. Suv, gaz, svet azizlar. Mana qaranglar. Robotxonasiga kirganda 1, 2, 3, 4 ta mashinani jo'nla qo'yib qo'ysanglar bo'lar ekan. Men tevasini bunday bu uyga nima yarashadi? Aytaymi azizlar? Bir korishniy, shokoladniy svetda bakalashkani mana shunday chiroyli qilib yopasizlar. Robotda O'zbekistondan uyda olinglar. O'zbekistonda qayerdan robot olib chiqishdi? Mana men aytaman, xudo xolosa zo'r robotlar bor. Xo'p, azizlar, videoda uzoqtirib bormaymiz. Juda ham bir zo'r narxga chiqarib qo'ydik azizlar. Uyda egasi o'zicha 125, 130 da o'ylayotgandik azizlar. $95,000 yana ozgina kami bor. Azizlar, sizlarga birinchi yerto'lasidan ko'rsatishni boshladik. Qaranglar, yerto'lani ko'rib, prosta bir o'zingizlar havas qilasizlar. Bir ishxona qilib olsanglar ham bo'laveradi. Qaranglar aka. Akalar bunga bir did bilan qilgan ekan, juda ham bir mustahkam qilib, mashaalloh, qaranglar. Azizlar, buni bir sport zal qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Buni bo'lib oraman desalar bir 17 ta 18 ta xona bo'ladi ekan azizlar. Ketdik, tevada etajlarni ko'ramiz. Tez videoni bir qisqa qilamiz. Qolganini kesinglar, akam o'zi qo'linglardan yetalab yurib ko'rsatadi azizlar. Yerto'lamizdan bunday birinchi qavatimizga chiqib olamiz ekan. Tashqariga chiqish ne обязательно deb qo'ydimi? Keling aka. Birinchi qavatimiz azizlarimga ko'rsatib bering. Mashaalloh. Mana qarang azizlar. Mana xo'limiz bo'lyapti. Bu yog'ida ham xonamiz bor, bu yog'ida ham xonamiz bor. Juda ham bir xonalari ko'p ekan. Birinchi qavatdagi, ya'ni bir zalimiz bo'lyapti. Birinchi qavatdagi birinchi xonamiz bilan sizlar bilan tanishyapmiz. Ko'cha tomonga qarab turgan ikkita aynagi bor, mashaalloh, qaranglar. Kattagina yop-yoriqini mana robotimiz azizlar. Endi ketdik aka, nari xonalarni ko'rsatib berib qo'ying azizlarimga tez aka. Mana onisini spalni qilmoqchi ekan, qaranglar azizlar. Bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Chiqani aka, mana uchinchi xonasini berib qo'ying. Mashaalloh, mana 3-xonasi bo'lyapti. Qaranglar, aynaklari bor, yop-yoriq, quyoshlar urib turibdi shu yoqqa qarab. Biz hozir mana bu lesnitsadan mana lesnitsadan ikkinchi qavatga ketamiz hozir sizlar bilan. Qaranglar, aylanib chiqib keta olasizlar ekan tevaga qarab. Ikkinchi qavatimizni qaranglar. Bu yerga ham chiqishlarga bitta xo'l. Har doimgidek hamma uylarda shunaqa bir xo'li bo'ladi. Bu xo'lini hisoblamadik sizlarga. Xo'lini hisoblamasdan 9 xona bo'lyapti. Aka, sirazi zalimizdan ko'rsating azizlarimga. Juda ham katta zal moni qaranglar, mashaalloh. Ko'cha tomonda bu yerda ham ikkita aynaga qarab turgan. Mashaalloh, mana bu spalni bo'lyapti, qaranglar. Kelasizlar bitta. Chiroyli avoy azizlar. Natijnoy patolog. Bo'ldi. Akamiz bir did bilan ruskiy banyalar qilaman deb mayerga banyani mo'ljalladik ekan. Ha, banya ekan bumuz. Hammom ya'ni azizlar. Mana bu o'tinxona ekan. Azizlar, bu yerda akamiz aytayapti, hammaga kerakli hojatxonasini ham rosa chuqur qilib kavlatgan ekan. Boshqa ikkita septiyi ham bor ekan azizlar. Hammomniki, kuxnyaniki, o'zingizlar bilasizlar azizlar, sharoiti zo'r ekan. To'lqa aytayapman, oqartirish qolgan. Yana qaytarib aytayapman azizlar, zo'r narx qilib qo'ydik. Egasi aytayapman 125, 130 da o'ylayotgandik ekan. $95,000 yana zo'r kami bor azizlar. Hozir aka, menga nerjaveyka periliyalardan qilib va ushlab qo'yib, tushib hammomga kirib ketib, xalatlarni kiyib qo'yib azizlar. Eng qizig'i, hojakalar, bu yerchi to'liq pishirishda bo'lgan ekan. Srochniy murojaat uchun raqamlar azizlar, eshitilyaptimi? Alo. 0557 bilan 900337. Qaytaraman. 0557 bilan 900337. Azizlar, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, ashi hamma bilgan Onadir bo'lyapti. Ha azizlar, Onadirda shunaqa 3 etajli yerto'lasi bilan 3 etajli uylarimiz bor ekan sotuvda azizlar. Qaranglar, Onadir kanalda tevasi bo'lyapti azizlar. 195-ko'chamiz, 60-uyimiz azizlar.